Hop, Chevrolet Cobalt avtomobili. Ushbu avtomobilni men 2023-yil sotib olganman. Hozir 2026-yil. Xo'p, sotib olganimda 255 ming probeg bo'lgan. Hozirda 364 ming. Xo'p, 100 ming kilometrdan ko'p yurganman. 10 ga 40 ming qo'yaman har doim. Motor olganimda motorni remont qilganman. Shundan so'ng 10 ga 40 ming qo'yganman mana. Hop. 10 ga 40, 10 ga 40. 2024-yil. Xo'sh, bu ham 2024-yil 10 ga 40 hamda 2024-yil 10 ga 40. Kartochkamiz to'lib qolgandan keyin. Hop. Boshqa daftarcha ochdik. Xo'sh. 25-yil 10 ga 40 ming. 25-yil hamda 26-yil. Hop, 366 ming berganda 364 ming, 2000 kilometr qolibdi. 10 ga 40. Hozir moyi 10 ga 40 quyuq moy bo'ladi deyshadi. Ko'ramiz, quyuqmi, suyuqmi. Hop. Moy kamaymaydi, moyni tekshirib turaman. Hozir mana ko'ramiz. Yerda ko'rinyaptimi? Moy unchalik ham quyuq emas. Yoz faslida moy suyulib ketadi kun issiq bo'lgan evaziga. Qish faslida ham 10 ga 40 moy qo'yganman, motor qiynalmagan. Moy yemaydi. To'g'ri emasmi? Shunaqa. Ustam tavsiyasi bo'yicha 10 ga 40 moy qo'yib yuraman. 3 yildan beri qishin yozim.